Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz klinikadamiz. Kecha kechqurun kelganmiz. Ketamiz desak, hoji akam unamayapti. Bugun erta masjidda mehmon bo'lasizlar deb mehmondorchilik ham rosa bo'lyapti hozir. Bizga anaqa quvvat beradigan damlama bor ekan. O'zi gapira olmayman, qolsiz aka. Mashina o'rtoqsiz, Satam akam bilan bir xil o'rtoqsizlar. Qadrdonlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz 2 kunda 250 kilometr yo'l yurdikda velosipedda, shuning uchun ancha quvvatdan ketib qoldilar sizlarni. Hoji akam hech qayerga jo'natmayapti. Satam akam mana bir seloz videoga olib turibdi, orqadan hasrayakandan sezib ko'ringlar. Keliblik cho'g'imiz boshlanadi. Yo'q, mana yaxshi fizioterapiya bormi? Bitta bilasizlar, bu klinikani oldindan ko'p ko'rsatganmiz. Hozir damlama aytib qo'ygan ekan hoji akamiz. Damlamani ichamiz, menga o't ekib qo'yishdi aka. Yosh bolalar uchun. Nima bu? Nimadan tayyorlangan? O'zgacha biz obunachilarimizga ham ma'lumot bersangiz zo'r bo'lardi. Mana lavanda choyimiz bu, tinchlantiruvchi, xotirani, holsizlikka qarshi, charchoqqa qarshi davo sifatida nima qilingan. Ko'k choydan, keyin olma nimasidan, mevasidan tayyorlangan, olcha mevasidan zarari yo'q, faqat giyohlardan tayyorlangan. Ichga o'tkazib olmaydimi? Yo'q, ichga o'tkazmaydi, tinchlantiruvchi. Bemalol ichsanglar bo'ladi. Tinchlantiruvchi xotirani ham yaxshilaydi. Xotirani yaxshilaydi. Mashg'ulotga ko'proq bersa, xotirasicha yaxshi emas buni. O'zi hammasi biz tushunadigan charchoq, xotira. Oshpazim. Yana boshqa nimalarimiz ham bor. Mana papaya gaplarimiz bor. Bu oyoq nima bo'g'im nimalarida ishlatiladi. Mana diabet choylarimiz. Yaxshidan ham ichib olsa bo'lar ekan, oyoqlar og'riyapti. Bo'ladi. Mana anti diabet choyimiz bor. Bu sahr kasalligi. Choy sifatida damlab ichiladi. Bu yerda obunachilar bitta narsani aytib o'tganda, shu o'rinda bu klinikada nafaqat dori-ukol bilan, bundan tashqari bunaqa giyohlar bilan, choylar bilan ham sizlarga damlamalar berib turishadi-da, bu qo'shimcha. Zo'r, mana bu. Bu gijjaga qarshi. Gijja nimaga qarshi narsa bor ekan? Zinyoraga qarshi. Mana kardamonimiz bor. Nima giyohdan bo'lgan. Hatam akam chidalmay, o'zi ichishni boshladi. Rezeptora nimamiz ham bor, giyohimiz bu. Dalinaga, yurakka ham bizim bor mana. Yurakka, pochkaga, hammasiga bor. O'zi bu yerda kasal holatda kelsangiz, bu klinikaga qadrdonlar. Dori, bunaqa damlama ichishdan birinchi tuzalishni boshlaysiz. Kirishingizga muomala boshlanadi bu yerda. Eng zo'ri ashi. Banisalarda bilsanglar, muomaladan ko'p tuzaladi odamlar. Gap bilan. Aka, Siz kasalsiz, anaqasi, manaqasi desa. nima hansirayapsiz? Xavfsizlikka yaxshimiz. Ha? Nafas olishingiz chataqsiz aka? Mashdan qaytaverasizmi uyga? Ha? Siz qaytsangiz bilmayman, men qaytmayman. Ya cho'tali charchagan odamga o'xshayapsiz-da. Yaxshiman men. Yaxshimi? Qo'llab turinglar. Hali ish oldinda. Qalay choy, ta'mi. Olmasa. Nimalardir ta'mi kelyapti. Ha. Shu giyohlar o'to'lanlar. Obunachilar bitta fizioterapiya bor. Rustam akamga anaqa yozib bergan. Nima, masaj. O'ta yayra o'ryapti. Obunachilar, sizlar ham mana shunaqa klinikani o'qib yurgan bo'lsanglar, shunaqa yaxshi, misol, menga ja lecheniya kerak emas, hech va shifokorlarning yaxshi gapidan lecheniya olib kelaman deb keladigan insonlar ham bo'ladi-da. Mana shunaqa insonlar uchun mana shu nomerlarni chiqarib qo'ysak. O'zi qadrdonlar bu yerga reklama kerak emas, o'zi hamma palatalarda odamlari to'la ekan, lekin hali bizning obunachilarimiz shunaqa joyda o'qib yurgan bo'ladi-da, ilinib, ha. Mana o'tgan safar kelganimizda qo'yib turdik, mana obunachilar bilan rasmga tushdik. Rahmat sizlarga mana shu yerda aytganlar uchun deb duolar qilishyapti. Chunki hali unaqa emasda bu yerda. Doktorlar ham qishloqcha o'zimizcha qilib tushuntirib beradi. Ha, zo'r tushuntirish beraman. Juda ko'p klinikalarda haligi nima desam bo'ladi, doktorlar sotilib ketyapti-da. Klinikalarda doktorlari sotilib ketgan bo'ladi-da. Kimdir doriga, kimdir firmaga. Bu yerda unaqa narsa yo'q, qadrdonlar. Bu yerda endi hali o'zini qarindoshidek qarashadi-da. Bizga endi shunday tuyuladi, yana bilmadim, lekin endi tuyulgandan keyin haqiqatdan ham shunaqa bo'ladi-da.
Qadrdonlar mana ham palata mana. Uzun Emomali aka uni ikkinchi ana o'ng tarafdan ikkinchi 11-mi, 12-xonada yotgan-a? Ha. Mana shu yerda deyapti. Yana shekildan. Ya mana shu yerda oxirida Esda ikkinchisi. qoladigan damlardan hali berasizlar. Hm? Esda qoladigan dam. Xotira bek. Ha shu yaxshilamayapti-yu, yo keyinroq ta'sir qilamiz. Chiroylilar keyin yaxshilaydi. Gap yo'q. Bir klinikani ko'rsating Xotamjon deganlarga mana o'sha dam olib giyohlar ichib o'tirish, unaqa damlamalar ichib o'tiradigan joy. Mana yerda fizioterapiya bor. Buning ichida massaj, parafin, marafin, ular to'k, yana nimalar bor-da, opa? Uzundalar bor, o'ychilar bor. Ingilasa hamma yo'q balobatlar xullas. Salar ham bor. Ha, odamning sog'lig'iga qanaqa lecheniya bo'lsa, o'sha fizический shunaqa bo'lsa. Mashinamidi? Nima? Hali sauna ham bor, mini sauna. Bag'da u. O'tirganmiz, qadrdonlar o'tkazib. Mana yoqda ekan. Mini sauna bag'da. Bag'da sauna. Bag'da fizioterapiya, naryoqda palatalar. Xudo xolasa ulardan ko'rsatamiz. Tuzg'ori bor. Tuzg'origa kiramizmi, bilmadinglar. Xudo xolasa nari kanallarimizda Xotamtoyga o'tsanglar, Xotamtoyda kirib, o'sha tuzg'oridan ham video qilamiz. Keyin bu yerda nima bor? Uzi bor, bemalol kelsa bo'laveradi. Hali o't qopini ham yuvasizlarmi? Mana mashina insonga kerak, menimcha o't qopini yuvish kerak. Chunki faqat oq gazli suv ichyapti. Yo'qlarimiz bor. O'tizda muammoingiz bormi? Bilmayman endi. Hansirayapman lekin. Sizni o'tizdachi? O'tizda ishdimi muammoingiz? Muammo bor. Yoki Oma, yo'l qo'yib velosiped minib keldingiz, muammo bo'lishi tayin. Ha. 30 da. O'tunda emas. Endi obunachilar, men ushlab tursangiz, mana ichib olsam-da. Qarasam, ja, ikkalaring ishtaha bilan ichyapsizlar, men qolib ketyapman. Mazayga. Ha, sumka? Opa, bizga shu yo'lga iltimos qilsa bo'ladimi, obunachilar? Yo'lga charch qiling. Misol energetika bor-ku, mana adrenalin, flash, charchab qolsa iloji yo'q, shuni olib ichyapmiz. O'shani o'rnini bosadigan, lekin tabiiy narsa bormi sizda? Tabiiy narsa mana shunda mana lavandamiz bor, mana uspokоительный choylarimiz bor. Yo'q. O'shani Quvvat beradigan. Ming marta mana shu tabiiy giyohlar yaxshi bo'ladi. Quvvat beradimi? Albatta, holsizlikka qarshi quvvat beradi. Qonlanishni yaxshilaydi, qoningizda trom hosil qilmaydi. Yaxshi hammasi. Demak, qadrdonlar, adrenalinlarni bugundan boshlab ichmaymiz-da. Bitta baklashga qilib bersa turaveramizmi? Ana shundan bitta baklashga qilib olsangiz, nima deysiz, Rustam aka? Ha, Odam aka? Rangini boshqacha qilinglarmi? Nega? Napitkada hammasini ichib qo'ying. Bittada. Keyin yo'l qo'yib ichib ketamiz, qadrdonlar. Demoqchiman, sizlar ham mana hozir obunachimiz yozib qo'yibsiz kommentariyaga. Chinozda video qilgan ikkinchi palatada yotibmiz-ku. Obunachilar, Chinozda Dorul shifo klinikasida ikkinchi palatada yotibmiz. Kasal ko'rgan kelaverasizlar. Keyin o'sha bizdan oldin xuddi o'sha palatada kechani ketishdi. Biz o'zimiz obunachilarimiz yotishgan ekan. O'zimiz obunachilarimiz yotgan palatada yotibmiz. Oilaviy kelib yotib ketishgan ekan. Kommentariyada o'qib qoldim, Alloh rozi bo'lsin. Rosa maqtab yozishibdi, lekin klinikani ashundan bilib qo'yaverasizlar-da. Go'ja? Qanday ko'rasiz? Qatiqmi? Nima bo'lardi? Bunisi makkiyali, Makkali? bunisi bug'doyli. Bug'doyligini ichgan buni, yo'q makkaligini ichgan? Bilmay, yoqtirgan go'ja jo'xori ichadi. Bu go'ja anaqami? Ayronmi? Ayronning ichiga ayron emas bu. Ayronga ana qaynatadi. Ayronga qaynatadigan bug'doy soladi. O'zini qaynatib qatiq soladi. Ha. O'zini qaynatadi mana. Keyin Yo'q, qatiq aralashtiradi. bug'doyni qaynatib, keyin qatiq soladi, to'g'rimi? Bu boshqa narsada ayron emas-da. Ayron emas. Buncha mana. Tatib ko'rasizmi? Yo'q, men hech qachon tavakkal qilmayman. Nega har doim sotaman, qaynatib olib turib sotaman. Yo'q. Ya biz Andijonlikmiz. Aka bunaqa tatib Andijonchasini aytsangiz, bizlar bo'lishi mumkin balki. Tushunmadim nima bu. Mazasi bilan ichishadi mana. bu bizda vodiyda yo'q bunaqa go'ja. Ha, yo'qmi? Bu faqat Toshkentda bo'ladi. Endi olib boramiz vodiyda. Toshkentga ketgandan yo'lda bo'ladi. Ayron Bu go'jasi. Toshkentga kelgan hamma odam biladi, go'ja sotadi yo'lda-yu.
Kimdirga yoqadi mana shu narsa-chi? Soğanı Obunachilar? Yozda ovqatda bu, yozda qorin to'yg'izasiz, ayniqsa bug'doyli. Qorin ham to'yg'izamiz. Qorin to'yg'izadi. Qani ichinchi? Yo, men ham tavakkal qila olmayman. Og'ay bundan gap aytadi. Bunu çiğ tez terlab için. Lekin obunachilar kelsanglar mana shu xolam go'ja sotayotgan bo'ladi, ichinglar. Sinab ko'ramiz. Ichasizmi? Otam to'yga beraymi? Hozir men ishni manimdan tezlayapman, man qilyapman. Obunachilar, o'zim kuzatib borsanglar, xudo xolasa, haliroq salqinda tuzg'origa kiramiz. Biz velosipedda yuribmiz, hansirab, o'pkani naqlyapmiz-ku. Xudo xolasa, Tuzg'oraga kiramiz, keyin bu banisida yangiliklar bo'lgan, ularni ko'rsatamiz. Ko'pchilik telefon qilyapti. Imomolni ham ko'rsatinglar deb, uni ham ko'rsatamiz. Imomaliga ham borib kelishimiz kerak. Salqinda boramiz, issiq. Hozir rosa issiq, 35 gradus issiq ko'cha. Issiqda hozir velosipedda hozir Imomolning oldiga bormaylik dedik, salqinda boraylik dedik. Endi u ham dam olayotgandi. Xudo xolasa kuzatib tursanglar, qadrdonlar. Demak, kechga uda videolar chiqar ekanda. Kuzatinglar. Mana shuni bosib yuboringlar har zamon, qovolarni pishib ketgan bo'lsa ham. Ko'rsatkizib.